bugun tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bo'ladi. Shuni tashkillashtirdik. Tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz qanday? Tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan fuqarolar yoki tadbirkorlik bo'lib turib kengaytirmoqchi bo'lgan niyatida bo'lganlar bilan suhbat qilamiz. Bizlarda bank bo'lgandan keyin o'sha har bitta faoliyatni boshlash uchun oldin biznes reja bo'ladi, keyin moliyaviy jihatdan ko'mak kerak bo'ladi. Bizlarda doim bank tomonidan kreditlar ajratib beriladi. Endi kredit olib tadbirkorlik boshlamoqchi bo'lganlar uchun bizda o'zimiz mahsulotlarimiz bor, kredit mahsulotlarimiz. Ya'ni qancha masalan 17 million so'mgacha ajratamiz. Bu 4 yil muddatga beriladi. 6 oygacha imtiyozli davri bor. Foizi 25%dan. Undan keyin mahalla loyihasi kreditimiz bor. 50 million so'mgacha ajratiladi. Bu 5 yil muddatga beriladi. 2 yil imtiyozli davr bor. Ya'ni 2 yil imtiyozli davr degani shu 2 yilgacha faqat foiz to'lab boriladi. Undan keyin asosiy qarzning bir qismi va foizi to'lab boriladi. Endi tadbirkorlikni ochib faoliyat yuritayotgan nimalarimiz bor, tadbirkorlarimiz bor. Ular o'sha faoliyatini kengaytirish uchun prezidentimiz 312 yil so'mga qaror bor. Ungacha unda 300 million so'mgacha ajratiladi, 100 million so'mgacha bo'lgani kafillik asosida garov tarzda ajratiladi. Uni nima deydi, toifalarga bo'lingan hududlar, bizning hududimiz 4-toifaga to'g'ri keladi. 20% dan ajratiladi. 7 yil muddatgacha ajratiladi. 2 yil imtiyozli davri, qolgan 5 yilda esa o'sha foizi va asosiy qarzini bir qismi qo'shib to'lab boriladi. Bunda 7 yilgacha deyilgan o'sha tadbirkorlikning faoliyat turidan kelib chiqib muddati belgilanadi. Hamma kreditlarga ham 7 yil emas, ba'zi kreditlarimiz bor, o'zini 3 yilda oqlab ketadi. O'sha tadbirkorlik nimalari. Uni nima deydi? Qolganlar ham olib foydalanish kerak, resurs cheklangan. Shuning uchun shunday qilib belgilangan. 300 million so'mgacha oladigan bo'lsa, unda garov ta'minoti taqdim etish kerak. 300 million necha yilga beriladi? 300 million so'm o'sha faoliyat turidan kelib chiqib belgilanadi 7 yilgacha. Kimda qanday takliflar yoki tadbirkorlik qilish istagi bo'lsa aytsangizlar, o'z bo'lsak-da keyin o'sha bo'yicha chorasini ko'rib, nima deydi, chorasini yordam berib kreditlarni chiqarishga ko'mak bersin. Ayting. Manda bor. Chorrachilik bilan shug'ullanmoqchiman. Ism familiyangizni ayting. Shayxulloh Abdul. Qaysi mahalladasiz? Barka mahalla. Chorrachilikka qancha kredit olmoqchi bo'ldingiz? 25 million yozdirdim. Mahalla loyihasi. Qanaqa olmoqchisiz? Shu katta qarama. Hovlida imkoniyat bormi? Bor. Shu narsani qilish uchun. Bor. Imkoniyat qanday? Masalan, o'sha chorrachilik boqish uchun joy bo'lishi kerak. Inson molxona bo'lishi kerak. Keyin yem-xashak boshqa narsalar mahalla bankiga uchrashib, birinchi navbatda tavsiyanoma olinadi. Undan keyin hujjatlar tayyorlanadi. Ikkita etapdan iborat bo'ladi. Birinchi etapda jo'natiladi. Ruxsat kelgandan keyin anketa shakllantiriladi. Keyin kredit chiqarib beriladi. O'shada 700 millionlik narsa. 700 million so'm. Qaysi bitta savol bo'ladi? Analitikaga. Mana yo'q. Analitika. Laboratoriya.
Bitta shu ochiq savol qolgani, shu Mhm. hududda. O'g'ri shahar emas ham. 700 million so'm sizga o'sha laboratoriyadan tashkil qilish uchun kerak. O'z mablag'ingizdan bo'lishi kerakmi? Ya tashkil qilish emas, sholat yurtda qo'shimcha bu. Qo'shimcha faoliyatini kengaytirish uchun 300 million so'm kerak, to'g'rimi? O'z mablag'ingizdan qancha? 5 yil. 500 million, 200 million so'm kerak. Yo'q. Общий. Общий loyiha 1 million 200 million so'm. Tibbiy laboratoriya emasmi? Xo'sh, bunga birinchi navbatda garov masalasi bo'ladi. Summa katta bo'lgandan keyin o'zimiz bu narsalarni garov masalasini tabrik qilgandan keyin buni o'rganib chiqamiz. Narsalarni hujjatlarni topshiramiz. Keyin yana kim? Tangatarva Go'zal. Tangatarva Go'zal. Go'zal opa, qaysi mahalladansiz? Yashna. Sinf faoliyatidan shug'ullanasiz. Chorva. Chiqib qilamiz, mayda mola bor, shu qo'shimcha. Qancha kelib qolmoqsiz? 35 ming. Million so'm. Mayda Molchilar. hozir ham bormi uyda? Ha, O'shani ko'paytirmoqsiz. bachilar. O'g'illar, farzandlaringiz ishdami? Maktabda bitiryapti. Bittasi institutda o'qiydi, Ha. kattasi. Ikkinchisi 11 sinf. Sharoit bor bo'lmasa. Ha, beda. Sizda hozir qarang 35 million so'm, ha? Siz ham o'sha mahallada har bitta mahallaga mahalla bankirlar bilan agentlari shtat tashkil qilingan. Ular o'sha mahallada o'tirib ishlayapti-da. Yashnobodda Lola agentimiz. Shu loyiha. Keyin mahalla bankiri Ramziddin. O'shalarning tavsiyasi olish kerak. Normativ Quvonchbek. Normativ? Normativ. Normativ. Xitoy mahallasi. 7 million chorva kiritmoqchi. Bunday narsa bor. Hozir 17 million so'mgacha beriladi-ku. Bu 17 million so'mgacha beriladiganlarga mahalla hokim yordamchisini tavsiyanomasi kerak bo'ladi. Mahalla loyihasi bor, u 50 million so'mgacha bo'ladi. Unda mahalla bankiri bilan agenti o'zining tavsiyasini beradi. Yana kimda bor? Hamrayev Nurhayot. Hamrayev Nurhayot. Nurhayot. Oilalar bo'laman. O'zi kelolmadi. 17 million so'mgacha. Chorva kredit. Qaysi mahalladansiz? Barkamol. Sizda Barkamol avlodda agent bor, keyin mahalla bankiri tayinlangan Mirzabek degan, o'shalarning tavsiyasini olib kelasiz. Shundan kelib chiqamizda keyin birinchi Andreyga tashlanadi, ikkinchi etapda keyin shakllantirib chiqarib beradi. Yana kimda tadbirkorlik? Yusuf Bo'lmoqda.
Qaysi mahalladansiz? Shu mahallaga borganingizda shu mahalla bankiga uchrashasiz, to'g'rimi? Yordam beryaptimi? Shu sizlarga tushuncha beryaptimi? 17 milyon so'mlikni men hozir tushuntirdim, yana tushuntiraman. Bu 17 milyon so'mlik o'sha chorvachilikmi sizniki? Qarang. 4 yil muddatga beriladi. 6 oygacha imtiyozli davr. 6 oygacha imtiyozli davr degani faqat foiz to'lab boriladi 6 oygacha. Undan keyin ham foizi o'sha asosiy 17 million so'mni bir qismi to'lab boriladi. Grafik qilinadi, grafikni olasiz. Mayda shoxilmanmi yoki katta bu? Sharoit bormi? Hovlida molxona. Bo'ldi, hozir tavsiyanoma navbatda. O'sha tavsiyanomadan keyin tavsiyanoma bo'lishi kerak, pasport kopiya beriladi, keyin o'zini o'zi band qilgan hujjat beriladi. Shu 3 ta narsani taqdim qilishingiz kerak. Yana bormi? Xo'sh. Qo'shimcha savollar bo'lsa ham bersangizlar javob berib ketaveraman. Agar hech kimda savol bo'lmasa, hozir mana shu hujjatlaringizni taqdim etasizlar. Aytilgan hujjatlarni, bularni mahalla bankirlaridan hozir tavsiyanomalarni oldiramiz. Kimda agar muammo bo'ladigan bo'lsa, men nomerimni yozib olsangizlar, telefon qilasizlar. 90lik 342 78 87. 342 78 87.